Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan o'zining yaxshi niyatlariga bugungi fayzli to'yxonaga qadam ranjida qilgan baxtibor baxtiyor insonlar barcha bachchalarni bugungi kunda kunlar ichida eng yaxshi kunda baxtli yoshlarimizni nikoh kechalarida ko'rib turganimizdan bag'oyatda shodmiz azizlar. Kelinglar hurmat yuzasidan o'z o'rnlarimizdan turgan holda yor sadolari bilan to'ylar muborak sadolari bilan baxtli yoshlarimizni fayzli davramizga chorlab qolamiz. San'atkorlarimiz sog' bo'lsin, har kunimiz to'y bo'lsin azizlar. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsinlar, to'ylar muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Farzandlaringiz shu bo'lsin.
chiroyli qo'nishlaringiz uchun tashakkur bildiramiz. Bismillah deb uyg'onsa odam. Bismillah deb tashlasa qadama. Bismillah deb boshlansa har ish boshga tushmas hech qanday tashvish. Bismillahirrohmanirrohim. 18 ming olamni yaratgan Allohimga hamdu sanolar bo'lsin. Qolaversa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durdu salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq u yaqindan o'zining yaxshi niyatlari ila bugungi fayzli to'yxonaga qadam ranjida qilgan baxtibor baxtiyor insonlar barchalaringizni yana bir bora bugungi kunda kunlar ichida eng yaxshi kunda baxtli yoshlarimiz Shohzodbek Bekpodshoxonlarning nikoh kechalarida ko'rib turganimizdan bag'oyatda shodmiz. Avvalambor barchalaringizga bugungi baxtli kun to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Azar mana bu kun Bog'ot elimning Navbahor mahallasini o'z obro' e'tiboriga va e'tirofiga sazovor bo'lgan baxtli xonadonlardan birida Alloh bergan otlar sullasida bugun baxtli kuni, baxtli shadiyona. Bugungi baxtli shadiyonamizni asl sababchilari bo'lgan davrimiz qiroli va qirolichalari bo'lgan baxtli yoshlarimiz Shohzodjon hamda Bekpodshoxonlarning nikoh to'ylari. Farzandlar baxti kamolidan suyunib, qo'llari ko'ksida ochiq chehra ila mehmonlarni qarshilayotgan xonadon sohibalari bo'lgan Quryaz og'amiz, muborak akalarimiz farzand to'ylari, kelin to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Farzandlar baxti kamolidan suyunib, boshlar rasmini ettirgan Qosimboy Xudiyor Madiyor Ilyosbek otalarini, Hamidajon Umidaxon ammajonlarini bugungi baxtli kunlari, baxtli shadiyonalar, farzand to'ylari, kelin to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Nurjon Ro'zigul Anagul Karimaxon onalarni farzand to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Ravshanbek do'ylarni, Ramatjon do'ylarni, Amatjon do'ylarni, Margamjon xolalarni bugungi baxtli kunlar bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Bekzodjon, Bunyodjon og'alarini, Rahilaxon apkalarini bugungi baxtli kunlar, to'ylar bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Bugungi davramiz qiroli va qirolichalar bo'lgan baxtli yoshlarimizga avvalambor odam uchun eng zarur bo'lgan sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxtli hayot, shirindan shakar, solih-soliha, muslima farzandlarning ota-onasi bo'lishlik baxtli yoshlarimizga ro'zi muyassar ekan bo'lsin deymiz. Kelinglar azizlar, xonadon sohibalari shaniga, baxtli yoshlarimiz shaniga chiroyli go'zal tabriklarni yo'llab, bugungi ajoyib kechani, baxtli yoshlarimizni nikoh kechalarini ochiq deya e'lon qilish uchun hurmat va ehtirom bilan mikrofon qarshisiga Navbahor mahallasining yaratkomi bo'lgan mana shu yerda Rajabboy og'amizni mikrofon qarshisiga taklif qilib qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush keldik deymiz. Bugungi baxtli kunlar, baxtli shadiyonalari, mahalla to'ylari sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat, muhabbat. Assalomu alaykum. Nikoh bazmi qatnashchilari. Mana bugun elimizning, yurtimizning o'z atına, o'z obro'yina ega bo'lgan Alloberganov xonadoni kelin tushiryapti. Kelin bilan birinchi navbatda Qosimboyni, Madiyorni, İlyasni, Quryozni hammasini tabriklaymiz. Ko'zlaringiz aydin bo'lsin deymiz. Kuyov bilan Jo'ram Ivodullani, ukam balam Ruslanni, Sherpani, Dilaramni hammasini tabriklaymiz. Shohzodbek balam, qo'shganing bilan qo'shaqari, o'g'il qizlaring ko'p bo'lsin. O'zlaringiz bir o'qimishli, ajoyib oila bo'lsin. Farzandlaringiz ham o'qimishli yigitlar, qizlar bo'lsin. Indigi shu kunlar shu qo'shalaq peshikni Ivodulla Jo'ram boshliq olib kelgandam birgalikda Sarvarbek xizmat qilish nasib etsin, muhabbat birgalikda xizmat qiladi. Hammaning uyida shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, chiroyli go'zal tabriklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Sizning xonadoningizda ham mana shu mahallangizni har bir xonadonida ham mana shunday chiroyli, fayzli to'ylar bo'lishini Allohimdan so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Azizlar, bugungi baxtli kun, baxtli shadiyona,
baxtli yoshlarimizni nikoh kechalari ijozatlaringiz bilan ochiq deya e'lon qilindi. Yana bir bora xonadon sohibi, sohibalarga, hamma xolalarga, doyjonlarga, barcha Alloh bergan omlar sulolasiga farzand to'ylari, kelin to'ylari muborak bo'lsa deymiz. Kuyov bolamizdan kelin qizimizni yuzlaridagi oq qari ro'mollarni ochib qo'yishlariga ijozat bersak. Keling kuyovlar, baxtli bo'linglar. Bu dunyoda davron siringlari sizga to'siq bo'lmasin, hech qanday davona avvalo Xudoyama saqlasin mudoma. Shohzodjon Bekboshaxon, bir-biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin. Oila saltanati sarhadlarga tashlagan qadamlaringiz qutlug' kelishida umidvormiz. Sevilib yashang. Sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Sevgi muhabbat qasrida shirindan shakar Shahzoda va malikalarning ota-onasi bo'lishlik sizlarga ro'zi muyassar elagan bo'lsa deymiz. Kelinglar azizlar, bugungi kechamizning chinakam qahramonlari bo'lgan baxtli yoshlarimizni o'z oltin taxtlarini egallashlariga ijozat bersak. Marhamat yoshlar, bugungi baxtli shadiyonani Alloh bergan otlar sullolasini unutilmas onlarni, baxtli yoshlarimizni nikoh kechalarini zar varaqlarga muhlayotgan o'z ishining professionallari bo'lgan ajoyib studiya Dilmurod studiyasi azizlari siz va biz bilan xizmatda. Mana shu Dilmurod studiyasi kamerachi yigitlarimizni ishlariga omadlar, ulkan zafarlar tilab qolamiz. Barcha aziz mehmonimiz mezbonlarimizni diqqat e'tiborlarini badiiy sahnamiz tomon qarasak, barchamizning ko'nglimizdan joy olgan shirali ovoz sohibi, bugungi oqshomning sog'inilgan, kutilgan ovozi xush ijodkori, estradamizning yorqin vakili bo'lgan xushovoz xonandamiz Sarvarbek Nurullayevga navbatni beramiz. Chiroyli kuy qo'shiqlarimiz siz aziz mehmonimiz mezbonlar uchun davom qiladi. Barcha aziz mehmonimiz mezbonlarimizga xush kayfiyat, yoqimli ishtaha tilab qolamiz azizlar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Yoshlarimizni tabriklaymiz. Baxtli bo'lsinlar, farzandlari ko'p bo'lsin. Hamma uyda yaxshi kun, to'y bo'lsin. Har kun to'ydab shoshargaymiz. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'ldan kelgancha bir juft ustoz san'atkorlar aytib o'tgan qo'shiqlarni aytamiz. Keyin navbatni sho'x qo'shiqlarga baraveramiz. Marhamat.
kudin derdin yalan almadım Başımdan üstünem neye Men örgülan almadım Kırlan aksayiş Rat öydin Meclis kuran almadı Lağaliyle bir kanandını Kırdan suran almadım Hacrinde derduğum bilen Esrat'tan almadım Hacrinde derduğum bilen Esrat'tan almadım Sen peri ve şanının şohi zaman avnası Aman sana işkın bilen alem efsan avnası Köngül kışımın bağısı Çengü karan ağlası Zülfünü dağlımu yana Havlımdan ağlası Hacringde derduğum bilen Esrat'tan ağman Hacrinde derduğum bilen Esrat'tan Rıcağınan ağnım gamansız Afavta bul Rıcağınan ağnım gamansız Japan ağyı can yürür can ağnım gamansız Rav necil Gayın ağzı Malau hangat Irur sangar vihram Ağnım amansız Irur sangar vihram Ağnım amansız İstanbul könlüm lan ağlayan Ali Afav dağı Gülistan ağnım gamansız Geçe tay at Hunça könlüm
çeker ana yürür bu şanam ayranım ama söz yürür bu şanam ayranım ama söz Kâuni dadır lali hayâuni bu gevherdir bedak şanağınım gamaksız amındav iş rancırav atın dünür budan dengürdü dermanağınım aman söz budan ardın öldü dermanağınım aman söz olur mu çeneş mi gir yanım aman aksın Kirak şavdin ya da havli nusurma bu devlet ki tu sultanım aman aksın Köngül hoşnit usalimi dübürle bu mal hemde hicranım aman aksın Şehidin ağzımız yanım yürürmen bu hancardır beni kanağınım gamasız yürürmen iş kımıkini
emirin Günüm her bana oşadır mağnum aman asın Günüm her bana oşadır mağnum aman asın Davet Nastan'dan şoğuna beraberimiz aytamız desek koşup Hammacalara, xalacalara hammasini davlat eyleyip qilamiz. Raqqasa qizimiz tayyor bo'lsalar, varam davlat eyleyip qilamiz. To'ylar o'ng bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsinlar. Shu qo'shlardan davom etamiz. Marhamat. Zıban işit qaldımını Yavruma yetkez dağdı zavrımını Ey ara zıban işit qaldımını Yavruma yetkez dağdı zavrımını Vicnanda yanıp ermanda kalıp Kıynaldım ahır gör bu halımı Vicnanda yanıp ermanda kalıp Kıynaldım ahır gör bu halımı Ey ara zıban gel gidine bu terazıban Kıstılik kılıp naz gamzesi Yar aldır bassan ben tamam Kıstılik kılıp naz gamzesi Yar aldır bassan ben tamam Yok alemde senin ahın dinaz Eritip koyarsam dinlerini vah vah Yok alemde senin ahın dinaz Eritip koyarsam dinlerini vah vah İlahımdan gergen ilahi küysen Seni dinlep bana yarılsın hamra İlahımdan gergen ilahi küysen Seni dinlep bana yarılsın hamra Ey Ağrezban gel gidine bu terazıban Kısırlık kılıp naz gamzesi Yar aldır bassan ben tamam Kısırlık kılıp naz gamzesi Yar aldır bassan ben tamam Tanı tula alsam Ağrezban çalsam Tanı tula alsam Zıba çalsam Ne yetdi yarım ile bir ömüre kalsam Ne yetdi yarım ile bir ömüre kalsam Ağrı zıbanım ey, kara zıbanım ey Yok demese yarım bu semayı tabanım ey Ağrı zıbanım ey, kara zıbanım ey Yok demese yarım bu semayı tabanım ey
Barchamiz sho'xlari bilan ana endi qolgan qarindoshlar ham davra taklif qilamiz sinfdoshlarni hammasini marhamat. Sho'x qo'shiqlar sizlar uchun bo'ladi. To'ylar o'ng bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsinlar, tabriklaymiz. Almajonlar, xalajonlar, qarindoshlar, ey malozishga bo'ylanib boshlayverasizlar, marhamat. Shahzodbekning sinfdoshlarini ham davra taklif qilamiz, marhamat. Maqsadim gül bilan bog'dagi bulbul bilan maqsadim gül bilan bog'dagi bulbul bilan oxiridangina olmasni sochlari sunbul bilan oxiridangina olmasni sochlari sunbul bilan man yorim xushray bir o'zimni jonim xushray suvda qumda yerda gökda dengi topilmas ko'nglimni osmonida oldir kunlik oy man yorim xushray axlablari bolim xushray suvda qumda yerda gökda dengi topilmas ko'nglimni osmonida oldir kunlik oy O'tmasin eng go'zal bahori o'zingsan Göz ochgan har kunimni nahori o'zingsan Mehringdan sarmast bo'lib o'tin bir umr Ko'nglima oqqan sevgi anhori o'zingsan Ko'nglima oqqan sevgi anhori o'zingsan Man yorim xushray bir o'zimni jonim xushray suvda qumda yerda gökda dengi topilmas ko'nglimni osmonida oldir kunlik oy man yorim xushray axlablari bolim xushray suvda qumda yerda gökda dengi topilmas ko'nglimni osmonida oldir kunlik oy Bu işe bir mucize, hayatım yok yine gel güzel. Bu işe bir mucize, dünya yine bir güzel. Yüz değmezsin ilayım, dil nur din baktığımıza. Yüz değmezsin ilayım, dil nur din baktığımıza. Benim yarım kuşray, bir özümlü canım kuşray. Suda kumda yerda gökda dengi topilmaz ko'nglimni osmonida 14 kunlik oy man yarim xushray axlablari bolim xushray suvda kumda yerda gökda dengi topilmaz ko'nglimni osmonida 14 kunlik oy Davom etamiz bu shoshmang yana sho'xlar sizlar uchun bo'ladi, marhamat. Her nefes aldın aman kumarım sen kumarım Sensiz ben ağrın aman derde darım sen darım Her nefes aldın aman kumarım sen kumarım Sensiz ben ağrın aman derde darım sen darım Gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime Bak beni üzgüneme yaraşkan yarım beni Gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime Bak beni üzgüneme yaraşkan yarım beni Şaşma. Tımılay kapkara gözlüm beni Xuşray farishta yüzlüm beni Tımılay kapkara gözlüm beni
Hoşray, ferişte yüzdüm beni Rım tım 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 alay Kapkara gözlüm beni Dım dım hoşray, ferişte yüzdüm beni Tım 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 alay Kapkara gözlüm beni Dım dım hoşray, ferişte yüzdüm beni Dım dım hoşray, ferişte yüzdüm beni Abidemiz yine şokları sırıcı. Saçların yayıp sürpriz geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçların yayıp sürpriz geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Gece gündüz gözüm giryan yoluna Bacalıktı aydan rengi ruyunana Gece gündüz gözüm giryan yoluna Bacalıktı aydan rengi ruyunana Hinalanız koyup buluttu kovuna Kalbimi dağlatan şu kız geledi Hinalanıp koyup buluttu kovuna Kalbimi dağlatan şu kız geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi dal yüzleri kırmızı geledi Lebimni bağladan şu biz geledi Dişen bağlı fakat Lebimni bağladan şu biz geledi Saçlarını yayıp şu biz geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu biz geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu biz geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Xorazm nazgisi bilan davom etamiz. Qarindoshlarim aytgan bo'lib. Aşığın yüzün aşığı kalsa bulmaz Yürek arım giymese Behuda yansa bulma Zaman derdi ateşlerine Yanbaşta salsa bulmaz İşkım düştü yüreğe Çıkarıp alsa bulmaz Derya adamdan yaşlı Kaytarıp alsa bulmaz Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz gel ver hey Kara yüz gel ver hey 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 Aha Ahmet'in ya kandadır
yanarman. Erona din buluttan yüzünü ayırsa bulmaz sana göz. Ay kara göz, ay yara göz, ay kara göz. Xorazm jazlarimdan marhamat. Vücudumda müşkender bay boy var muakva. Nazlı bakan gözlerin munça kumar muakva. Vücudumda müşkender bay boy var muakva. Nazlı bakan gözlerin munça kumar muakva. Munça dipaleblerin şeker gitar muakva. Bu suret aydın çirek deri ruksar muakva. Munça dipaleblerin şeker gitar muakva. Bu suret aydın çirek deri ruksar muakva. Ben sorarsam ben fırsat vaktin düşer muakva. Kuşlasam nazik bilin cana azar muakva. Ben sorarsam bir fırsat vaktin düşer muakva. Kuşlasam nazik bilin cana azar muakva. Haddimden aşık gittim, sevgi derya taşırdı. Düşüreyim canım, ak kokuşum şaşırdı. Haddimden aşık gittim, sevgi derya taşırdı. Düşüreyim canım, ak kokuşum şaşırdı. Tebessüm leblerde, rıstin candan aşırdı. Kiprikler atak artık, kara gözlü yaşlıdı. Tebessüm leblerde, rıstin candan aşırdı. Kiprikler atak artık, kara gözlü yaşlıdı. Ben sorarsam bir fırsat vaktin düşer muakvak. Kuşlasam nazik bilin cana azar muakvak. Ben sorarsam bir fırsat vaktin düşer muakvak. Kuşlasam nazik bilin cana azar muakvak.
saçları tar Leblerinde bağı var Gözüm duymaz gözünden Şu kızda kumarım var Yar saçları tar Leblerinde bağlı var Gözüm duymaz gözünden Şu kızda kumarım var 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 Erdi dilim aytaydı Yüz tutaman yoluna Yüz tutaman yoluna Yarım öter bir perva Men kalaman zar zar Men kalaman zar zar Yar saçları tar Leblerinde balı var Gözüm duymaz gözünden Şu kızda kumarım var 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 Ah bu kalbim yanmaz bu Her ötkende yanmasa Her ötkende yanmasa Sevgi sihri şunca mı Ben yanamam yar yar Ben yanamam yar 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 saçları tar Leblerinde bağlı var Gözüm duymaz gözünden Şu kızda kumarım var 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 Yürekten sevgenimni Bilgeni de güzelim Bilgeni de güzelim Umar canlı kadrına Yetmez midir yar yar Yetmez midir yar 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 saçları tar Leblerinde balı var Gözüm duymaz gözünden Şu kızda kumarım var 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 Devam etamiz Burcup şoxundan ham aytamiz ekan marhamat. Yigitlar talabini bilan devam etamiz. Değmesin barınıma baksa olur Kolları boynuma assa olur Değmesin barınıma baksa olur Kolları boynuma assa olur Mening hayran yüreğime Kuzdagi almadı açıldı Mening hayran yüreğime Kuzdagi almadı açıldı Şamada saçın saçıldı mı? Kömürde baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kömürde baktın açıldı mı? Beline tutan doladı mı? Beline tutan doladı mı? Bele bıçağım doladı mı? Bele bıçağım doladı mı? Suları gelir sanmadan Boyları uzun kalmadan Suları gelir sanmadan Boyları uzun kalmadan Geçen geçen baka diye Dilleri şeker halvadan Geçen geçen baka diye Dilleri şeker halvadan Şamada saçın saçıldı mı? Kömürde baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kömürde baktın açıldı mı? Beline tutan baladı mı? Beline tutan baladı mı? Bele bıçağım toladı mı? Bele bıçağım Hadi toladı yigitlar mı? boşuşma.
açıldı mı? Şamalda saçımı saçıldı mı? Kömürdey baktın açıldı mı? Beline tutsan doladı mı? Beline tutsan doladı mı? Bele bıçağım toladı mı? Bele bıçağım toladı mı? Devam etamiz yigitlar uchun yana bir sho'xundan bo'ladi marhamat. Bir güzellik tarif etsem dilim nazik, gül yaprağını tutsam umdanam nazik. Yangi yangi liboslarda yal yonadı, rengarenk iltimaslardan dil quvonadi. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmar kalbim bu güzelga shaydo inşallah. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmar kalbim bu güzelga shaydo inşallah. Şursa günday, to'sa oyday, jamoli bor. Gül jamalin to'sar parda, gul ro'moli bor. Bir o'zimga ayon uning shirin nozlari, bir so'zimga hot deganda shirin so'zlari. Oy kabi maşallah, kun kabi maşallah, afmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Oy kabi maşallah, kun kabi maşallah, afmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Qara bo'lsang-chi. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Ay kabi maşallah, kun kabi maşallah, ahmani qalbim bu go'zalga shaydo inşallah. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli kuy qo'shiqlari bilan dillarimizni xushnud qilgan ovozi xush xushoboz xonandamiz Sarvarbek Nurillayev. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sanatingizga san'at, ijodingizga yuksak barkamollik tilab qolamiz. To'y muborak, muborak. To'ylaringiz muborak. Bugun shodiyona kundir. Yaxshi kunlar muborak. Hamma xursand to'y desa, mehmonlar qutlab kelsa, boshing yetar osmona, har kim ishkinga esa. Mana bu kuni farzandlar baxt kamolidan suyunib, boshlari osmon ettirgan baxtli xonadon sohibi-yu sohibalarni, ammayu xolalarni, doyjonlarni, barcha Alloh bergan Abdur sallallasini bugungi baxtli kunlar, to'ylar bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Kelinglar azizlar, xonadon sohibi-yu sohibalari shaniga, baxtli yoshlarimiz shaniga bildirilajak go'zal tilaklarni, dal-izhorlarni qabul qilib olishda davom qilsak. Quvonchdan baxtamon shoshadi yurak. To'y-yu tomoshalar tinchlikdan darak. Quvonchga to'ldiring baxt ostonasini, yashirmang ko'ngilda ne bo'lsa istak. Do'sti yor birlashib, bo'lsa bir bilak. Har mehmon azizsiz, o'rningiz bilak. Dunyoda eng katta yaxshilik nima? Bitta shirin so'z-u bir go'zal tilak. Shirin so'zlarni, go'zal tilaklarni
chiroyli dil izhorlarini bildirmoqchi bo'lgan xonadon sohibi bo'lgan Quryaz og'amiz yaqin do'stlaridan Alijon og'amiz, Hasanboy og'alarimiz, Bahramboy og'alarimiz chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak, marhamat. Assalomu alaykum, doğru qatnashchilar. Bugun Jo'ram Quryazning yaxshi kun ekan, bolalari uylangan ekan. Shuning to'yida o'tiribmiz. Ularga baxt, saodat tilayman. Uzoq umr, sog'lik, salomatchilik qilib Jo'ramni kalim bilan tabriklayman. Assalomu alaykum davlat qatnashchilar. Biz bugun do'stim Quryazning tashrifimiz munosabati bilan tabriklayman. Alloh beriklari xizmati buyursin, shu kelinning baxtiga gelsin, boshqanda borganda baxtiga gelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli go'zal tabriklaringiz, hamrohlaringiz bo'lsin, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin deymiz. Ustoz asli otadek aziz va onadek mo'tabar bir zot. Bir inson kim ulug'dir, ular bilan fayzidir hayot. Mana shu yerda kuyov bolamizni ham aziz ustozlari, ham kasbdoshlari bo'lgan Qodirberdi og'amizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini qabul qilib olsak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana biz bugun shu yerga shu do'stimiz Quryazning o'g'li, ya'ni shogirdimiz Shahzodbekning nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga baxt, saodat tilayman. Kelgusida ishlariga omad tilayman. Xudo xolasa shu do'stimiz Quryazni keyingi yillarda shu beshik to'y bilan tabriklab borib o'tirish nasib etsin. Shogird, Xudoyim shu kelgusida o'g'il qizing bo'lib O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan farzandlar yetishib chiqaysizlardan. O'zbekistonimizning namunali oilalardan biri bo'lib yetishgaysizlar. Rahmat. Rahmat ustoz, bo'ling salomat, bo'ling chiroyli go'zal tabriklaringiz, hamrohingiz bo'lsin. Yoshlarni tarbiyalashdagi mashaqqatli ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Mana shu yerda baxtli xonadonni yaqinlaridan kuyov bolamiz aziz ustozlaridan Egamberdi og'amizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini qabul qilib olsak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli shu to'yga kelgan mehmonlar. Quryaz Jo'ramizning o'g'lini uylantirgan to'yida o'tiribmiz ekan. Men bularga baxt, saodat tilayman. Qo'shqonimdan qo'sha qarisin. Bola-chaqasi ko'p bo'lsin. Hammanikinda shunday yaxshi kunlar to'ylab bo'laversin. Rahmat, so'p bo'linglar, salomat bo'linglar, chiroyli go'zal tabriklaringiz, hamrohlaringiz bo'lsa deymiz. Kelinglar azizlar, xonadon sohibi, sohibalarni, yaqinlarini, do'stlarni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini qabul qilib olishda davom qilsak. Mana shu yerda xonadon sohibasi bo'lgan Muborakxon akamiz, sinfdosh do'stlaridan O'tkirbek og'amizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini qabul qilib olsak. Marhamat. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Ina bugun Quryaz akamizning xonadonida katta to'y tantana, qolaversa sinfdoshimiz Muboraklarning xonadonida dasturxon yozib, el yurtga to'y tomosha berib o'tiribdilar. To'ylar o'ng'ina bo'laversin, Xudoyim, ko'zlaringiz oydin. Farzandlaringni 2 yosh qo'shqar bilan qo'sha qarisinlar. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Hamisha hammaning xonadonida shunday yaxshi to'y tomosha bo'lavergay Xudoyim. Shu yerda o'tirganlar Jo'ra yor do'stlarim nomidan, o'zim nomidan bular tabriklayman. Baxtli bo'lsinlar. O'g'il qizlari ko'p bo'lgay Xudoyim. Rahmat.
Sabırın selamet, birinci chiroyli go'zal tabriklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Do'stliklaringiz abadiy bo'lsa deymiz. Xonadon sohibasi bo'lgan Muborakxon akamiz, sinfdosh do'stlaridan Zokirjon og'amiz, Alloh shukr og'alarimiz chiroyli go'zal tabriklarni, dilizkorlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak, marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun og'inam Quryaz, sinfdoshim Muborak. Shu bolasini uylangan to'yida o'tiribmiz ekan. Go'zallar deyman. Alloh rabbining ruhlan hammasini. Bola-chaqasi ko'p bo'lsin. Hamma vaqtda to'ylab kelaylik. Sabırlar, salomat bo'linglar, chiroyli go'zal tabriklaringiz, dilizkorlaringiz, hamrohlaringiz bo'lsin, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin deymiz. Kelinglar azizlar, mana shu yerda baxtli xonadonni, yaqinlarini, do'stlarni, chiroyli go'zal tabriklarni, dilizkorlarni qabul qilib olishda davom qilsak. Xonadon yaqinlarini, mana shu yerda kuyov bolamiz, aziz ustozlari, kasbdosh do'stlari, aziz ustozlarimiz, davramiz mehmon ekanlar. Ustozlarimizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarni qabul qilib olishda davom qilamiz. Kelinglar azizlar, mana shu yerda 31-son umumta'lim maktabi direktori bo'lgan Qadamboy og'amiz Bobojonovni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak. Marhamat ustoz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli, mana shu qarantaq aqli uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz mana shu yerga shogirdimiz, o'qituvchi bo'lib ishlayotgan Shahzodbekning bugungi uylangan to'yida o'tiribmiz. Shahzodbek baxtli bo'l uka. Qo'shqaring bilan qo'sha qarri. O'zlaringiz istagancha farzandlar ko'ringlar. Mana shu bugungi to'yda sababchilari mana bu yerda Qasim akam bor. Hamda mana shu Quryaz akamlarni mana shu bugungi to'y oqshomi bilan tabriklayman. Mana shunday to'ylarni berish, mana shu to'yda qatnashayotgan hamma insonlarga nasib qilg'ay. Hamma vaqti yaxshi kunlarda, to'ylarda birgalikda o'tirmoq nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat, singlim. Rahmat ustoz, bo'ling, salomat bo'ling, chiroyli go'zal tabriklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Yoshlarni tarbiyalashdagi mashaqqatli ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling deymiz. Kelinglar azizlar, mana shu yerda xonadon yaqinlarini, kuyov bolamiz, aziz ustozlari, aziz ustozlarimizni, kasbdosh do'stlarni chiroyli go'zal tabriklarni, dilizkorlarni qabul qilib olsak. Mana shu yerda aziz ustozlarimizdan Muborakxon akamizni chiroyli go'zal tabriklarni, dilizkorlarni qabul qilib olamiz. Marhamat. Kelinglar azizlar, Go'zalxon akamiz Sharipovani chiroyli go'zal tabriklarni, dilizkorlarni qabul qilib olsak. Assalomu alaykum. Ushbu davraga yig'ilib o'tirgan hurmatli elatdoshlar, ota-onalar, yana biza bugun birga ko'cha chang'itib o'ynagan Quryaz akamiz, Umidajonlaring xonadonida to'yda o'tiribmiz ekan, yana birga ishlaymiz. Shahzodbek, Bekbashalar ajoyib bir oila barpo ettirgan ekanlar. Avvalambor shu ikkala yosh baxtli saodatli bo'lsin. Bir-birine mehr muhabbatli, ajoyib farzandlari tarbiyalasinlar. Ko'ngillarida ne arzu isteklar bo'lsa, hammasining ro'yobini ko'rsinlar. Quryaz akam muboraklar 100 yoshlarga kirib, shularning baxtidan quvonib, hamma vaqti arzu niyatlarına yetib yursinlar. Hamma şu yerda yig'nalgan elatdoshlarning to'yin uylarida to'ylab bo'lg'ay, yaxshi kunlar bo'lg'ay, tinchlik bo'lib, hamma baxtli, saodatli hayot kechirsin. Umidajon, ko'zlaringiz aydin. Iloyim kelin baxtli, saodatli bo'lsin, xizmati buyursin. Hamma vaqtida yaxshi kunlara kelaylik. Quryaz akam ham yaxshi bo'lib ketgay Xudoyim. Hamma ko'ngillarıngiz ochiq odamsizlar. Hamma vaqti niyatlaringizga yetib yurgaysizlar, baxtli bo'lsinlar. Rahmat.
Rahmat ustoz, bo'ling salomat, bo'ling chiroyli, go'zal tabriklaringiz, hamrohlaringiz bo'lsin. Kelinglar azizlar, mana shu yerda aziz ustozlarimizdan Muqaddas akamiz Rozmetovani chiroyli, go'zal tabriklarni, dilizkonlarni qabul qilib olsak. Marhamat. Salom davramiz qatnashchilari, bugun bu yerga ikkala yoshning nikoh to'yida o'tirgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib 2 yoshga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Qo'sha farzandlar tilayman. Shu fursatdan foydalanib Quryaz akamni, Muborak opamni, hammadan chin dildan eng aziz bo'lgan Umida chiqanimni shu kelin bilan qutlayman. Xudoyim borgan vaqtimda choylar damlab berib, hurmat etgan iloyim. Rahmat ustoz, bo'ling salomat, bo'ling chiroyli, go'zal tabriklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Yoshlarni tarbiyalashdagi mashaqqatli ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Kelinglar azizlar, baxtli sullolani, Alloh bergan oplar sullolasini, yaqinlarini, do'stlarini chiroyli, go'zal tabriklarni, dilizkonlarni qabul qilib olishda davom qilsak, mana shu yerda xonadon sohibi, sohibalarni, do'stlarini chiroyli, go'zal tabriklarni, dilizkonlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llashda davom qilamiz. Ijod dunyosida ey sirli xayol, ko'nglim osmonida guldir sana ayollar, doimo e'zoz top, ulug'lan bor bo'la, mehr daraxtiga ildiz sana ayoli. Go'zallik olami azal bor ekan, bu baxtga ayollar sazovor ekan, mehr muhabbatga bo'lib u haykali jannat hamma ayoliga intizor ekani. Mana shu yerda jannat kabi teng bo'lgan aziz onaxonlarimiz, baxtli xonadon sohibi, sohibalarini, do'stlari, kuyov bolamizni aziz ustozlari, davramiz mehmoni ekanlar. Mana shu yerda Muborakxon akamizni chiroyli, go'zal tabriklarni, dil izhorlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana biz bugun bu yerga sinfdoshim Quryaz, qo'ng'ishim, muboraklaring, o'g'lining Shohsodjonning nikoh to'yida o'tiribmiz ekan. Men bu ikkalashga uzoq umr, baxt, saodat, o'zlaringiz istagancha farzandlar bo'lishini tilayman. Shu Alloh bergan oplara xizmatlari buyursin, baxti kelsin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin Xudoyim. Hammaning topgani shunday to'yliklari buyurg'ay. Sog' bo'ling ustoz, salomat bo'ling. Yoshlarni tarbiyalashdagi mashaqqatli ishlaringizga rivoj tilaymiz. Kelinglar azizlar, mana shu yerda Quryaz og'amizni sinfdosh do'stlaridan Oltinoy akamizni, Raziyajon akalarimizni chiroyli, go'zal tabriklarni, dilizkonlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana biz bugun bu yerga sinfdoshim Quryozning o'g'li Shohsodjonning nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Men bu o'g'limizga baxt tilayman, uzoq umr ko'rsinlar, o'zlari xohlagancha farzand bo'lsin. Shu ota-onasina xizmati buyursin gelinning. Shu Muborakka Quryaz sinfdoshima xizmati buyursin. Xudoyim shu Quryaz sinfdoshim yaxshi bo'lib ketgay. Xudoyim kasallardan shifo bergay. O'g'il qizlarına o'zi bosh bo'lib xizmatlari buyurib, Xudoyim uzoq umr ko'rgaylar. Muborakdam, Quryozdam tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana biz bugun sinfdoshim Quryozning o'g'li Shohsodjon bilan Bekbashaxonga uzoq umr tilayman. Xudoyim baxtlari kelgay. Xudoyim shu Quryozdam yaxshi bo'lib ketib, xizmatlaringizni ko'rgay Xudoyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli, go'zal tabriklaringiz, hamrohlaringiz bo'lsin, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin deb qolamiz. Hayotdagi eng chiroyli kuni kuning o'tsa yaxshilik uchun. Hayotdagi eng chiroyli kuni
yurak sezsa oqibat kuchini. Do'stlarim bor baxtimga ustuni, yashayapman qalbim shod mamnuni. Hayotdagi eng chiroyli kuni, eng baxtli kuni albatta bugun deb turgani baxtli xonadon sohibasi bo'lgani Muborakjon akamizni yaqin dugonajonlaridan Aminajon akamizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarni baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun muborak chiqqanim Quryaz akamlar uyida katta to'y tantana. Shu kelin kuylarim doim uzoq yoshli baxtli bo'lganlar, farzandlari ko'p bo'lgay. Quryaz akam ham yaxshi bo'lib ketganlar. Xudoyim shu gelinning qo'lidan choy ichib, rohatlarini ko'rib o'tirganlar. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, chiroyli go'zal tabriklaringiz, hamrohlaringiz bo'lsin, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin deymiz. Kelinglar azizlar, Muborakxon akamizni yaqin dugonajonlardan Barnoxon akamizni chiroyli go'zal tabriklarni, dil izhorlarini baxtli yoshlarimiz tomon yo'llab qo'ysak marhamat. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Muborakka xizmati buyursin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, chiroyli go'zal tabriklaringiz, hamrohingiz bo'lsin deymiz, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin deb qolamiz. Qushning qanotini juft yaratmishdir. Yil o'tsa rayhonlari bo'y taratmishdir. Kuy nechik yurakni yondirar demang, oshiqlar oxidan kuy yaralmishdir deya yana navbat nazlari sizu bizning qalbimizdan joy olgan xushoboz xonandalarimizga navbatni beramiz. Barcha aziz mehmon mezbonlarimizga xush kayfiyat, yoqimli ishtaha tilab qolamiz.